Til san'ati degan kitob o'qiganman. Juda arab odam yozgan buni ham, sufiy inson. Tilli sehri. Mana til bu sehrda. Gap bilan o'ldirish mumkin. So'z bu sehr. Albatta. Ya'ni oddiy so'z ham sehrli deydi inson. Men bitta narsaga uveren bo'lganman, ko'pda odamlarda tekshirishga, o'sha biz psixologiyada o'qiyotganmiz, test o'tkazganmiz. Shu ustozimiz bilan 100 ta erkak kishida nima uchun ayoliga xiyonat qilganligi, hattoki ayoli model bo'lganda, ya'ni eng chiroyli, hamma havas qilgan ayol bo'lgan, lekin o'sha borib xunukroq bir fohisha bilan aloqa o'rnatib, xotiniga xiyonat qilgan. Yaxshi savol. Nega xiyonat qilding deyishgan. Nega deganda, chunki aytgan, xotinim degan juda chiroyli-ku degan. Menga bir marta ham paxta qo'ymagan umrimda degan. Ha bu ayol degan xunuk semiz bo'lsa ham degan, uzr yana ayollarga bu aytishda noto'g'ri. Xunuk va o'sha sal to'laroq bo'lsa ham degan. Lekin menga har borganda shirin gap gapiradi. Sen eng chiroyli erkaksan, sen go'zalsan, sen kuchlisan deydi. Temperamentlisan deydi. O'shanda o'zini zo'r his qiladi erkak kishi. Da. Ya'ni so'z bu sehr. Ming afsuski, kibrimiz bor-da.